Agar siz pensiya olsangiz, pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangizning pensiya pullari to'g'ri hisoblanayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdoridagi kichik xato ham oyma-oy yig'ilib, bir necha yil ichida katta pulga aylanishi mumkin. Men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni bosqichma-bosqich oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladigan amaliy qo'llanma. Avvallari pensiya miqdorini bilish uchun odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbat kutardi, mutaxassis qabuliga kirardi. Ba'zan bir hujjat yetishmay qolardi, yana qaytib kelishga to'g'ri kelardi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan yoki ishlayotgan farzandlari vaqt topa olmaydigan pensionerlar uchun bu juda noqulay edi. Birgina savol uchun, masalan, nega bu oy pensiyam kam tushdi yoki menga ustama hisoblanganmi degan savol uchun yarim kun ketishi mumkin edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlarni onlayn tekshirish imkoniyati bor. Elektron hukumat xizmatlari, MyBank.gov, Uz portali, OneID orqali kirish, bank mobil ilovalari ayrim hollarda pensiya jamg'armasining elektron xizmatlari orqali inson o'ziga tegishli ma'lumotlarni uyidan chiqmasdan ko'rishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi siz faqat pul tushganini kutib o'tirmaysiz, balki pensiya miqdori qanday shakllanayotganini nazorat qila olasiz. Men doim aytaman, pensiya bu shunchaki davlat bergan pul emas. Bu sizning mehnat stajingiz, ish haqingiz, to'langan badallar, imtiyozlar va qonunda belgilangan tartiblar asosida hisoblanadigan huquqingizdir. Lekin onlayn tekshirish imkoniyati paydo bo'lgani bilan hamma ham qayerga kirishni, qanday ro'yxatdan o'tishni, qaysi raqamni yozishni, qaysi ma'lumotga ishonishni bilmaydi. Ba'zi odamlar bank kartasiga tushgan summani pensiyaning yakuniy to'liq miqdori deb o'ylaydi. Ba'zan esa ushlab qolishlar, qarzdorliklar. Indeksatsiya, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga nafaqat tugmalarni bosishni, balki ekranda ko'ringan raqamlar nimani anglatishini ham tushuntiraman. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar albatta tekshirishi kerak va kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi navbatda pensiya miqdorini onlayn tekshirish uchun siz o'zingiz haqingizdagi asosiy identifikatsiya ma'lumotlariga ega bo'lishingiz kerak. Odatda buning uchun pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHR ya'ni Urdosh xonali shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, OneID akkaunti kerak bo'ladi. JSHRni ko'pchilik PNFL deb ham ataydi. Bu raqam ID kartada yoki biometrik pasportda ko'rsatiladi. Agar siz ota-onangiz uchun tekshirayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi va telefon raqamiga keladigan tasdiqlash kodi kerak bo'lishi mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan. Bu juda to'g'ri. Har kim boshqa odamning pensiya ma'lumotlarini bemalol ko'ra olmasligi kerak. Kimlar albatta pensiya miqdorini tekshirishi kerak? Birinchi toifa, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, bir kishi 2024 yil oxirida pensiyaga chiqdi. Birinchi oy unga 20 million 240 ming so'm tushdi. U, demak, mening pensiyam shuncha ekan deb o'ylashi mumkin. Lekin birinchi to'lovda to'liq oy emas. Faqat pensiya tayinlangan kundan oyning oxirigacha bo'lgan davr uchun hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Agar pensiya oyning 20 sanasidan tayinlangan bo'lsa, birinchi tushgan summa kamroq bo'lishi tabiiy. Keyingi oy to'liq miqdor tushishi mumkin. Shu sababli yangi pensionerlar birinchi 3 oyda ma'lumotlarni albatta tekshirishi kerak. Ikkinchi toifa, pensiya miqdorida o'zgarish kutayotganlar. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar oshirilgan bo'lsa, indeksatsiya bo'lgan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, ishlamaydigan pensioner sifatida qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin bo'lsa, bularni tekshirish kerak. Raqamlar avtomatik yangilanadi, lekin ba'zan tizimdagi ma'lumotlar yoki hujjatlar sabab kechikishlar bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, uzoq vaqt ishlagan, lekin pensiya miqdori kutilganidan past chiqqan insonlar. Masalan, aytaylik, bir ayol 32 yil ishlagan, o'qituvchi bo'lgan, oxirgi yillarda 4 million so'm atrofida oylik olgan. Pensiya chiqqanda unga 1 million 600 ming so'm tayinlangan. U buni adolatsiz deb o'ylashi mumkin. Bu yerda darhol xato bo'ldi deyish ham to'g'ri emas. Hammasi to'g'ri deyish ham to'g'ri emas. Nega? Chunki pensiya hisobida faqat oxirgi oylik emas,
belgilangan tartibdagi o'rtacha ish haqi, staj, hujjat bilan tasdiqlangan davrlar, imtiyozli davrlar, cheklovlar va boshqa ko'rsatkichlar rol o'ynaydi. Onlayn tekshiruv orqali siz kamida tayinlangan pensiya miqdori, to'lov holati, ayrim xizmatlarda pensiya turi va ma'lumotnoma shaklidagi tasdiqni ko'rishingiz mumkin. 4-toifa. Bank kartasiga har oy turlicha summa tushayotganini ko'rganlar. Masalan, bir oy 1 million 250 ming so'm, keyingi oy 22 ming so'm, undan keyingi oy 1 million 900 ming so'm tushdi. Bunday vaziyatda odam xavotirga tushadi. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Oldingi oy uchun qayta hisob-kitob, qarzdorlik ushlanishi, aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish, bankdagi xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalar, kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov. Shuning uchun faqat bank SMS-iga qarab xulosa qilmaslik kerak. Pensiya organidagi hisoblangan miqdor bilan bankda tushgan miqdorni solishtirish kerak. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz bir necha oy davomida barqaror tushayotgan bo'lsa, davlat tomonidan oshirilgandan keyin oshgan summa to'g'ri aks etgan bo'lsa, sizda hech qanday yangi hujjat, staj, imtiyoz, nogironlik guruhi yoki oilaviy holat o'zgarishi bo'lmasa, har kuni tekshirish shart emas. Lekin men baribir kamida har 3 oyda bir marta onlayn kirib ko'rishni maslahat beraman. Chunki elektron ma'lumotlar bilan tanish bo'lib borish odamga keyinchalik katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Keling, real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Otaxon 63 yoshda. Yaqinda yoshga doir pensiyaga chiqdi. Unga birinchi oy 980 ming so'm tushdi. Farzandlari nega juda kam deb xavotir oldi. Onlayn ma'lumot tekshirilganda pensiya oyning o'maki sanasidan tayinlangani ma'lum bo'ldi. Ya'ni birinchi oyda to'liq oy emas, 13 kun uchun to'lov bo'lgan. Keyingi oy esa 2 million 1 ming so'm tushdi. Bu yerda xato yo'q, faqat odamlar hisoblash davrini tushunmagan. Ikkinchi misol, opa 25 yil mehnat stajiga ega. Lekin arxivdagi eski ish joyidan ma'lumot to'liq kiritilmagan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Onlayn ma'lumotlarda tayinlangan pensiya summasi ko'rinadi. Lekin odam o'zining ish daftarchasi va arxiv hujjatlari bilan solishtirsa, 1935-1939 yillardagi ish davri kiritilmaganini sezadi. Bunday holatda onlayn ko'rishning o'zi yetarli emas. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish va hujjatlarni topshirish kerak. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oladigan fuqaroning guruhi o'zgardi. Avval 3-guruh edi. Keyin tibbiy mehnat ekspertizasi natijasida 2-guruh belgilandi. Bu holatda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin hujjat tizimga tushishi, ma'lumot almashinuvi, qayta hisoblash jarayoni vaqt olishi mumkin. Shuning uchun fuqaro onlayn xizmat orqali ma'lumotni tekshiradi. Agar o'zgarish aks etmagan bo'lsa, tibbiy xulosa va shaxsiy hujjatlar bilan murojaat qiladi. Endi bosqichma-bosqich amaliy tekshirish tartibiga o'tamiz. Birinchi yo'l. My.Gov.uz portalidan foydalanish. Men ko'pchilikka aynan shu yo'lni tavsiya qilaman. Chunki bu rasmiy elektron hukumat portali. Avval telefoningiz yoki kompyuteringizdan brauzerni ochasiz. Manzil qatoriga My.Gov.uz deb yozasiz. Sayt ochilgach, kirish tugmasini bosasiz. Odatda tizim sizni OneID orqali tasdiqlashga yo'naltiradi. Agar OneID akkauntingiz bo'lsa, login va parolni kiritasiz yoki telefon raqamingiz orqali kirish usulidan foydalanasiz. Agar akkauntingiz bo'lmasa, ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishda JSHIR, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqami talab qilinishi mumkin. Telefon raqami o'zingizning nomingizda bo'lsa, tasdiqlash osonroq bo'ladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, ba'zi xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Shu sababli men pensionerlarga yoki ularning farzandlariga birinchi maslahat sifatida telefon raqamini tartibga keltirishni aytaman. Ya'ni faol ishlaydigan, SMS keladigan, egasi aniq bo'lgan raqamdan foydalaning. Portalga kirgandan keyin qidiruv bo'limiga pensiya deb yozasiz. Xizmatlar ro'yxatida pensiya miqdori, pensiya tayinlangani, pensiya haqida ma'lumotnoma, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha xizmatlar chiqishi mumkin. Xizmat nomlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, lekin mantiq bitta. Siz pensiya bilan bog'liq ma'lumotnoma yoki tekshiruv xizmatini tanlaysiz. Xizmatni ochganingizda tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni avtomatik tortishi mumkin. Ba'zan qo'shimcha maydonlar bo'ladi. JSHIR, tug'ilgan sana, hujjat seriyasi va raqami. Ma'lumotlarni xatosiz kiriting. Ayniqsa bitta raqam adashsa, tizim ma'lumot topmasligi mumkin. So'rov yuborilgandan keyin tizim sizga ma'lumotnoma shaklida javob berishi mumkin.
Unda pensiya turi tayinlangan miqdor to'lov holati. Ayrim holatlarda tashkilot yoki bo'lim ma'lumotlari aks etadi. Bu hujjat elektron shaklda bo'lsa ham rasmiy ma'lumot hisoblanadi. Uni yuklab olish, PDF shaklida saqlash yoki kerak bo'lsa cho'p etish mumkin. Men har safar muhim o'zgarish bo'lganda bunday ma'lumotnomani saqlab qo'yishni maslahat beraman. Chunki ertaga nizoli holat bo'lsa, mana falon sanada tizimda shunday ko'rsatilgan deb asos bo'ladi. Ikkinchi yo'l. Bank mobil ilovasi orqali nazorat qilish. Ko'pchilik pensionerlar pensiyani bank kartasiga oladi. Bank ilovasida kirimlar tarixi pensiya kelib tushgan tana summa ko'rinadi. Bu juda qulay, lekin bitta muhim narsani tushunish kerak. Bank ilovasi sizga asosan pul tushganini ko'rsatadi. Pensiya qanday hisoblangani emas. Masalan, ilovada 1.900.000 ming so'm kirim ko'rdingiz. Bu to'liq pensiyami, qayta hisob-kitob bilan qo'shilgan pulmi, oldingi oy farqimi? Buni faqat bank ilovasidan to'liq bilish qiyin. Shuning uchun bank ilovasi nazorat uchun yaxshi. Lekin rasmiy hisob-kitobni tushunish uchun pensiya ma'lumotnomasi yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotiga qarash kerak. Uchinchi yo'l. Agar elektron xizmatdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqinlaringiz yordamida tekshirish. Men ko'p oylarda shuni ko'raman, ota-ona telefon bilan yaxshi ishlay olmaydi. Lekin farzandi hamma narsani ular o'rniga qilib beradi. Bu yomon emas, lekin xavfsizlikni unutmang. Parolni hammaga bermang. Tasdiqlash kodini begona odamga aytmang. Telegram yoki SMS orqali kelgan kodlarni menga yuboring degan notanish shaxslarga ishonmang. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kompensatsiya chiqdi. Kartangizni tekshiramiz deb qo'ng'iroq qilishadi. Rasmiy organ hech qachon sizdan bank karta PIN kodi, SMS kod yoki parol so'ramaydi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori bilan qo'lga tushadigan pul har doim bir xil tushuncha emas. Tayinlangan pensiya miqdori bor, hisoblangan summa bor, ushlab qo'lingan summa bor, bank kartasiga tushgan yakuniy summa bor. Masalan, pensionerning pensiyasi 2.300.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin ijro hujjati bo'yicha 300.000 so'm ushlab qo'linsa, kartaga 2 million so'm tushadi. Odam pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida tayinlangan pensiya kamaymagan. Faqat ushlab qolish bor. Buni aniqlash uchun tegishli hujjatlarni ko'rish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshirilganda hamma odamda bir xil summa qo'shilmaydi. Ko'pchilik qo'shnimga 2.50 ming qo'shilibdi. Menga 1.000 qo'shilibdi. Demak xato deydi. Aslida pensiya oshirilishi foiz eng kam miqdor bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari yoki alohida toifalarga beriladigan qo'shimchalar asosida bo'lishi mumkin. Har bir fuqaroning pensiya turi, staji, avvalgi miqdori, imtiyozi turlicha bo'lgani uchun natija ham turlicha bo'ladi. Shu sababli solishtirishni qo'shni bilan emas, o'zingizning oldingi ma'lumotnomangiz bilan qiling. Uchinchi nozik jihat staj masalasi. Ish daftarchasida yozuv borligi har doim ham tizimda to'liq aks etgan degani emas. Ayniqsa eski korxonalar yopilgan bo'lsa, arxivga topshirilgan hujjatlar to'liq bo'lmasa, ish haqi ma'lumotlari topilmasa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 1998 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagan. Ish daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqi ma'lumotlari arxivda yo'q. Bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, korxona hujjatlari, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Onlayn tekshirish sizga muammoni ko'rsatadi, lekin hujjatni baribir yig'ish kerak bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi holatlarda ishlash, daromad olish, ijtimoiy to'lovlar va ustamalar pensiya yoki qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Har doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim nafaqa va kompensatsiyalar uchun shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz pensiya bilan birga ishlayotgan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'z maqomingizni aniqlashtiring. Men ishlayapman. Demak, menga hech narsa tegmaydi yoki men ishlasam ham hammasi o'zgarmaydi deb taxmin qilish to'g'ri emas. 5-nozik jihat, boshqa odam nomidan kirish. Agar siz onangizning pensiyasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, onangizning OnID akkauntiga kirishingiz kerak bo'ladi yoki qonuniy vakillik asosida harakat qilishingiz kerak. Shunchaki o'z akkauntingizdan kirib onangizning J-shirini yozsangiz, tizim ma'lumot bermasligi mumkin. Bu xavfsizlik uchun qilingan. Agar inson yoshi katta bo'lsa, sog'lig'i sabab o'zi bajara olmasa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin buni halol va ehtiyotkorlik bilan qiling.
Parollarni daftar chetiga yozib, hammaga ko'rinadigan joyga qo'ymang. 6-nozik jihat, tizimda texnik uzilishlar bo'lishi mumkin. Ba'zan portal ishlamaydi, xizmat vaqtincha mavjud emas, ma'lumot topilmadi degan yozuv chiqadi. Bu darhol pensiyam yo'qolibdi degani emas. Bunday vaziyatda biroz vaqt o'tgach qayta urinib ko'ring, boshqa brauzer yoki boshqa qurilmadan kirib ko'ring, internet aloqasini tekshiring. Agar bir necha kun davomida muammo saqlansa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. 7-nozik jihat, pensiya kartaga tushgan sana har oy bir xil bo'lmasligi mumkin. Bayram kunlari, dam olish kunlari, bank amaliyotlari, to'lov jadvali sabab sana silishi mumkin. Masalan, odatda 5 sanada tushadigan pensiya ba'zan 0 sanada yoki 6 sanada tushishi mumkin. Bir kun kechiksa vahima qilish shart emas, lekin uzoq muddat tushmasa. Ayniqsa sizning atrofingizdagilarga tushib, sizga tushmagan bo'lsa, albatta tekshiring. Endi men sizga uyda o'tirib bajaradigan aniq reja beraman. Birinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID kartangiz, JSHR raqamingiz, telefoningiz, faol SIM karta, bank kartangiz va oldingi pensiya tushumlari haqida SMS yoki bank ilovasidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar pensiya miqdoridan shubhalansangiz, ish daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim davri bo'yicha hujjatlar, nogironlik xulosasi, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomalari kabi hujjatlarni ham alohida papkaga yig'ib qo'ying. Ikkinchi qadam, OneID akkauntingizni tekshiring. MyBank.gov. Uz saytiga kiring. Tizimga kira olayapsizmi? Telefoningizga kod kelyaptimi? Parolingiz esingizdami? Shularni aniqlang. Agar parol esdan chiqqan bo'lsa, tiklash funksiyasidan foydalaning. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa yoki ishlamasa, avval raqam masalasini hal qiling. Elektron xizmatlarda eng ko'p uchraydigan muammo ayni tasdiqlash kodi kelmasligi. 3-qadam, MyBank.gov. Uz portalida pensiya so'zi orqali xizmatni toping. Xizmat nomi biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya miqdori haqida ma'lumot olish, pensiya va nafaqalar haqida ma'lumotnoma, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot. Sizga mos xizmatni tanlang. Ma'lumotlarni xatosiz kiriting. So'rovni yuboring. Javob chiqqach, uni ko'zdan kechiring va telefoningizga yoki kompyuteringizga saqlang. 4-qadam, bank tushumlari bilan solishtiring. Masalan, ma'lumotnomada pensiya 2 million 500 ming so'm deb turibdi. Bank ilovasida esa 2 million 500 ming so'm kirim bo'lgan. Demak, hozircha farq yo'q. Agar ma'lumotnomada 2 million 500 ming, bankda 1 million 900 ming bo'lsa, farq 200 ming so'm. Bu farq nima sababdan bo'lganini aniqlash kerak. Usheldimi? Qarzdorlik bormi? Boshqa to'lovlar bormi? Bank operatsiyasi bormi? Shunda siz aniq savol bilan murojaat qilasiz, pulim kam deb umumiy gapirmaysiz. 5-qadam, agar xato yoki tushunarsiz holat bo'lsa, yozma murojaat tayyorlang. Murojaatda shunday yozish mumkin. Men falonchi, JSHR raqami falon, yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdorim bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. Falon oyda kartamga falon summa tushgan, elektron ma'lumotda falon summa ko'rsatilgan. Farq sababini tushuntirib berishingizni va zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Murojaatni elektron portal orqali yuborish mumkin bo'lsa, yuboring. Bo'lmasa, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga boring va ro'yxatdan o'tkazilgan yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash ham mumkin, lekin murakkab masalada yozma ariza kuchliroq bo'ladi. 6-qadam, hujjatlarni tartib bilan taqdim eting. Agar staj qo'shilmagan deb o'ylasangiz, ish daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqdan ko'chirma, ish haqi ma'lumotnomasi kabi dalillar kerak. Agar nogironlik guruhi bo'yicha o'zgarish bo'lsa, tegishli tibbiy xulosa kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, oila tarkibi, farzandlarning o'qishi, tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjat qancha aniq bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. 7-qadam, javob muddatlarini nazorat qiling. Murojaat yuborganingizdan keyin uning raqamini saqlab qo'ying. Qachon yubordingiz, kim qabul qildi, qaysi portal orqali yubordingiz, barchasini yozib qo'ying. Agar javob kelmasa, murojaat raqami bilan qayta so'rashingiz mumkin. Men har doim odamlarga bitta oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Pensiya bo'yicha murojaatlar, sanalar, tushgan summalar, javoblar yozib boriladi. Bu juda oddiy usul, lekin nizoli vaziyatda katta yordam beradi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni tekshirib beraman, SMS kodini ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar kartangizga kompensatsiya tushiramiz,
karta raqami, amal qilish muddati va kodni yuboring desa, ishonmang. Rasmiy tekshiruv faqat rasmiy portal, rasmiy idora yoki bankning rasmiy kanallari orqali bo'ladi. Hech qachon SMS kodni begona odamga bermang. Farzandlaringizga ham ayting. Ota-onangizni bunday qo'ng'iroqlardan ogohlantiring. Yana bir muhim maslahat, pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar pensiyaga chiqishdan oldin o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Men buni juda muhim deb bilaman. Pensiya tayinlangandan keyin xatoni tuzatish mumkin, lekin ko'proq vaqt ketadi. Agar siz pensiyaga chiqishga 1-2 yil qolgan bo'lsa, ish daftarchangizni ko'rib chiqing. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Oylik ma'lumotlari kerak bo'lsa aniqlashtiring. Masalan, 1990-yillarda ishlagan korxonangiz yopilgan bo'lishi mumkin. Bugun arxivdan ma'lumot topish mumkin, lekin ertaga shoshilinch bo'lganda bu jarayon asabiylashishga olib keladi. Agar siz onlayn tekshirishda ma'lumot topa olmasangiz, vahima qilmang. Birinchi navbatda JSHIR raqamini to'g'ri kiritganingizni tekshiring. Keyin OneID akkauntingiz aynan pensiya oluvchi shaxs nomida ekanini tekshiring. Keyin xizmat vaqtincha ishlamayotgan bo'lishi mumkinligini hisobga oling. Shundan keyin rasmiy idoraga murojaat qiling. Tizimda chiqmayapti degan gapning o'zi ham murojaat uchun asos bo'la oladi. Demak, pensiya miqdorini onlayn tekshirish bugun juda zarur ko'nikma. Buning uchun sizga pasport yoki ID karta, JSHIR, faol telefon raqami, OneID akkaunti va My.Gov.uz portalidan foydalanish kifoya qiladi. Bank ilovasi orqali tushgan pullarni ko'rasiz. Rasmiy elektron xizmat orqali esa pensiya bo'yicha ma'lumotni tekshirasiz. Agar har xato yoki tushunarsiz holat bo'lsa, hujjatlarni yig'ib yozma murojaat qilasiz. Men sizga maslahat beraman. Bugun yoki ertaga albatta o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya ma'lumotlarini bir marta tekshirib ko'ring. Hozir hammasi joyida bo'lsa ham. Bu kelajakda sizga ishonch beradi. Agar muammo bo'lsa, uni vaqtida aniqlab pulingizni va huquqingizni himoya qilasiz. Sizda pensiya miqdorini onlayn tekshirish bo'yicha tajriba bo'lganmi? My.Gov. Uz orqali kira oldingizmi yoki qiyinchilikka duch keldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner va har bir oilaga kerak.